2025-yil 18-iyul Qozog'iston Qizilo'rda oblasti. 2 polosali yo'l, yana har doimgidek 100 tezlik bergan. Bizda yo'q narsalarda balki bordir, men bilmayman. Mana bu 1-2 yil ko'rishdi. Shu ko'prik razvorot uchun Qizilo'rdadan chiqqan odam mashina mana hozir chiqib trassaga qo'shilib olish uchun nariyoqqa qaysam deb burilib o'tib tushadi. Trassada kelayotgan mashina Qizilo'rdaga kirish uchun mana yerda chap yo'lga burilish bor. Avariya yo'l avarish maqsadida mana chapga znak qo'ygan, Qizilo'rdaga kirib ketish ko'cha. Chapga. Shunday burilmoqda, ko'prikdan aylanib tushyapti mana mashinalar. Hozir kamera oberaman berdim mana. Shunday o'ng qo'lga chiqib, tepadan trassaga razvorot bo'shayib bermayman, mana razvorot qilib tushyapti mashinalar. Razvorot uchun qurilgan narsa. Keyin mana yo'lda ketyapsiz. Yo'lda kompleks chiqadi. Mana Qizilo'rda kompleksga yaqinlashdik. Kompleks deganda zapravka bo'ladi, oshxona bo'ladi, ustaxona hamma ichida. Qizilo'rda kompleksga yaqinlashyapmiz. Shu yerda tomoq yeymiz. Kompleks bo'ladi. Avvalroq yaqamiz.